不仅那样，蓝天灯的顶红。网红不顶。 Ijtimoiy tarmoqlarda xorijlik bir necha shaxs o'zbek so'mini yoqqani aks etgan videolar tarqaldi. Videoda ular 2000 so'mlik banknotani yoqib, uning olovida sigareta tutatib olgani ko'rinadi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu videoni WeChat platformasida Kichik C nomli profil egasi e'lon qilgan. Kun.uz manbasiga ko'ra, videodagi shaxslar Toshkent viloyatidagi korxonalardan birining xitoylik ishchilari hisoblanadi. Bu harakat O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Boisi Jinoyat kodeksining 215-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat bayrog'i, davlat gerbi yoxud davlat madhiyasiga hurmatsizlik qilish bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha ma'muriy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. O'zbekiston milliy valyutasi so'mda esa davlat gerbi ramzi keltirilgan.